O'rtoqlar, mana bizga hozir lazer apparatiga zakaz tushdi. Ustalarimiz sotib olamiz deyishdi. Biz ularga bitta variant olib bormaymiz, 3 ta variant olib boramiz. Qurish jarayonida qaysi biri ularga ma'qul kelsa, ana o'shani tanlab olishadi. Mana o'rtoqlar, ustakalarimiz oldilariga keldik. Biz 3 ta aytganimizda 3 ta brendimizni olib keldik. Mana birinchisi Polvon brendiniki, lazeri. Mana ikkinchisi Milano. Mana ustakalarimizga men doim variant bilan yuraman. Doim chaqirishsin. Ustaga bemalol ko'rib olaverasiz. Oyoqlari bor, noshkalari bor. Hammasini yana xarakteristikasiga sizga tushuntiraman. Ustaga qaysi biri ma'qul bo'ldi endi? Mana shu Milano birini tanladik. Hammasi komplektda, bu noshkalari ham bor, boshqasi ham bor. Hurmatli ustalar, hurmatli kuzatuvchilar, mana ko'rdinglar. Biz variant bilan kelamiz. Ijaraga so'rasanglar ham xuddi shunaqa kelamiz. Mana masalan, atboynik so'rasanglar, biz 2 ta atboynik ko'tarib kelamiz. O'zingizga ma'qulini olasizlar. Xuddi shunga o'xshagan. Sotuvda ham bizda xuddi shunaqa ishlaymiz. Aka, ma'qulmi? Narxlari ham ma'qul, hammasi ma'qul. Dastlabkilarimizchi. Hammasi cho'tkimi? E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.